Xovos tumani axborot kutubxona markazi xodimi Xolmatova Diyora sizlarga hozir o'rgimchakning sinfiy ertagini o'qib eshittiraman. Bir kuni ikki o'rmon hasharotlarini yig'ib majlis o'tkazmoqchi bo'ldi. Majlisga barcha hasharotlar yig'ilishdi. O'rgimchak ham ipiga osilib majlisga keldi. Shunda ukki unga qarab, "Sen hasharot emassan, shuning uchun majlisda qatnasha olmaysan" dedi. "Nega hasharot bo'lmas ekanman? Men ham kichkinaman, oyoqlarim ham ko'p, shuning uchun men ham hasharotman" dedi o'rgimchak. "Sening qanotlaring yo'q, hasharotlaring esa qanoti bo'ladi" dedi ukki. "Anavi qurtning ham qanotlari yo'q-ku" dedi o'rgimchak. "Qurt tezda kapalakka aylanadi, shunda uning qanotlari paydo bo'lib ucha oladi. Sen esa hech narsaga aylana olmaysan" dedi ukki. "Unday bo'lsa, chumoliga nima deysiz? U ham ucha olmaydi, hech narsaga aylanmaydi ham. Sen faqatgina ishchi chumollarni ko'rgan ekansan. Uchar chumollar ham bo'ladi. Ular inlaridan chiqib yangi in topish uchun uchadilar. In topgach unga kirib qanotlarini tashlaydilar" debdi ukki. O'rgimchak nima deyishini bilmay xafa bo'lib boshini egibdi. Shunda ukki unga: "Sen xafa bo'lma, sen qatnashadigan guruh uchun majlis ertaga chaqiriladi. Ana shunda kelasan" debdi. "U qanday guruh?" deb so'rabdi o'rgimchak. "O'rgimchaksimonlar guruhi. Unga senga o'xshagan barcha bo'g'imoyoqlilar kiradi. Ularni o'rgimchaksimonlar sinfi deb sening noming bilan atashadi. Ko'rdingmi, sen u sinfning eng asosiy vakili hisoblanasan." O'rgimchak bu gaplarni eshitib xotirjam bo'ldi va ipiga osilib daraxtga chiqib ketdi.